Uzul PHP darsidagi 28 qism MySQL sandan va jadval qurish. Biz create database buyruq jumlasi orqali sandan quramiz. Anaki create table orqali sandan jadval quramiz. Buning amaliy misoli qaraydigan bo'lsak, bu yerda database name buning grammatiksi. Masalan, bu yerda table name degan ma'vo sandan jadvalni qursak, ma'vo create table name degan ma'xil usulda quramiz. Andan keyin Masız grammatiksa jadvaldagi har bir sonliq uchuruq qarta, uningki tipini belgilab, sonliq uchur tipini, uningki nomini qo'yish orqali buningga aniqlik beramiz. Masalan, buning bir amaliy misol keltirsak, bu yerda persons, ya'ni shaxslar degan ma'vo jadvalni qursak, buyruq jumla orqali buningki oldidagi ID nomeri, int shaklda bu, not null quruq harf bo'lmasligi kerak. Bu auto increment degani avtomatik holda buningga shu sonliq uchun oldidagi red nomerini 1 2 3 4 deb mashta red tartib qo'yib monson. Andan keyin primary key, person id'si, andan keyin first name, familiyasi, o'zining ismi, andan keyin qatorliqlarni holatdagi sonliq uchur altida buni uzunligini 15 deb bekitgan bo'lsa, andan buningki yeshi deganni buni bir raqam holatdagi holatda buningga aniqlanmagan. Andan keyin misol qaraydigan bo'lsak, buningda sandanni ulg'andan keyin buningda sandandagi uchurlarni ko'rsatgan. Oxirida PHP jumlasi orqali bu sandan qurmoqchi bo'lsak, masalan, mayadagi buyruq jumlani bevosita shu PHP myadminninki shu SQL buyruq jumlasi ijro qiladigan o'rinda bevosita ijro qilsak ham bo'ladi. Agar PHP da sandanni qurmoqchi bo'lsak, masalan, qarşılash programmasi yozgan vaqtimizda ko'pincha PHP orqali buni ijro qilamiz. PHP da ijro qilish uchun avval bu sandan ulindi, to'g'ri ulangandan keyin buningki sandanda masalan table mydb bo'lgan sandan jadvalni qurgandan keyin buningki sonliq uchur har qaysi uchurlarni holatda buni qurib, oxirida sandanni uchurlarni jazmlashtirish ham taqash mashg'uloti ilib boramiz.